Sizlar bilan bugun biz C# dasturlash tili yordamida tarmoqlanuvchi dasturlar tuzish bo'yicha amaliyot darsimizni ko'rib o'tamiz. Va ushbu amaliyot darsi uchun 3 ta loyiha tanlab olindi. Birinchi dastur: berilgan sonning musbat, manfiy yoki 0 ekanligini tekshirish dasturini tuzing. Tarmoqlanuvchi dasturlar odatda if operatori yordamida tuziladi. Birinchi dasturni tuzish uchun dastlab foydalanuvchidan butun sonni olamiz. Int turidagi a o'zgaruvchisi teng bo'ladi foydalanuvchi kiritgan ma'lumotga va ushbu ma'lumot string turida ekanligini hisobiga uni konvertatsiya qilib olamiz, ya'ni butun son turiga. Va if agar berilgan son 0 dan katta bo'lsa, u holda ekranga chop etamiz musbat matnni. Aksincha bo'lsa, ushbu holatda, ya'ni a soni 0 dan katta bo'lmasa, else qism ishlaydi, ammo dasturda nafaqat manfiy, balki 0 ekanligini ham tekshirishimiz kerak. Shuning uchun if else zanjirini yasab olamiz. Else kal so'zdan so'ng yana if operatoridan foydalanamiz va bu safar a o'zgaruvchisini 0 dan kichkina ekanligiga tekshiramiz. Agarda a son 0 dan kichkina bo'lsa, u holda ekranga manfiy ko'rinishidagi matnni chop etamiz. Aksincha, ya'ni birinchi ifning sharti yolg'on bo'lsa va 4-qatordagi kodimiz ishlamasa, shuningdek 5-qatordagi ifning sharti yolg'on bo'lsa, u holda else qism ishlaydi. Ya'ni yuqoridagi iflarning hech qaysi biri rost bo'lmasa, u holda ekranga chiqarsin 0 matnini. Dasturni ishlatib ko'radigan bo'lsam, 6 sonni yozsam musbat, -8 sonni yozsam manfiy va 0 sonini yozadigan bo'lsam 0 ko'rinishidagi matnni chiqaryapti. Demak, loyiha tayyor. Ikkinchi dastur: 3 ta butun son berilgan. Shu sonlar orasidan nechta musbat, manfiy son borligini aniqlovchi dastur tuzilsin. Dastlab foydalanuvchidan 3 ta butun sonni o'qib olamiz. A o'zgaruvchisining qiymati teng bo'ladi konvert qilingan to int 32 ga foydalanuvchi kiritgan qatorni va shu 3 ta sondan nechtasi musbat, nechtasi manfiy ekanligini aniqlashimiz kerak. Agar a o'zgaruvchisi 0 dan katta bo'lsa, u holda s musbat o'zgaruvchisining qiymati 1 ga oshsin. Aksincha bo'lsa, u holda s manfiy o'zgaruvchisining qiymati 1 ga oshsin. Ushbu holatda int turidagi s musbat va s manfiy o'zgaruvchilarni e'lon qilib qo'yamiz va ularga dastlabki qiymat sifatida 0 beramiz. Agarda a 0 dan katta bo'lsa, u holda musbat sonlar bittaga ko'paysin. Aksincha bo'lsa, manfiy sonlar bittaga oshsin. Va ushbu qatorlardan nusxa olib pastga joylashtiramiz va bu safar a o'zgaruvchisini emas, balki b o'zgaruvchisini tekshiramiz va so'ng c, ya'ni 3-sonni ham tekshiramiz. Ushbu qatorlarni yozib olganimizdan so'ng eng oxirida ekranga chop etamiz. Musbat sonlar soni s musbat o'zgaruvchisini ushbu qatordan nusxa olib yana bitta joylashtiramiz va bu safar manfiy sonlar soni ko'rinishida matn yozamiz va ekranga chiqaramiz s manfiy o'zgaruvchisining qiymatini. E'tibor beramiz, 30-qatorda string turidagi
ma'lumotga int turidagi ma'lumot qo'shib yuborilyapti. C# dasturlash tilida standart holatda ushbu qiymatlar qo'shilish jarayonida s musbat, ya'ni int turidagi o'zgaruvchi string turiga konvertatsiya bo'lyapti va ushbu qism avtomatik tarzda bajariladi. Shuning hisobiga konvertni yozishimiz shart emas. Va dasturni ishlatib ko'radigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek musbat sonlar 2 ta kiritilibdi, manfiy sonlar esa bitta. Demak, dasturimiz to'g'ri ishlayapti. 3-loyihani ko'radigan bo'lsak, hayotiy masalalarga yaqin. Ya'ni ushbu holatda bizga berilayotgan masalada aniq argumentlar va natija so'ralmayapti, balki buni dasturchining o'zi tushunib yetishi kerak. Masala shartida oshiqcha ma'lumotlar ham bir qancha. Dasturchi o'zi uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni ajratib olishi kerak. Institutda dars jarayoni sizga tanish bo'lsa kerak. 222 guruhga zamonaviy dasturlash tillari fani ma'lum bir sabablarga ko'ra 124-xonaga qo'yildi. Ammo bu xonadagi partalarning barchasi tadbirga olib chiqib ketilgan. Shu holatda o'qituvchi 124-xonaga tadbir bo'lgan joydan partalarni olib kelmoqchi. Darsni tezroq boshlash va o'quvchilarga oson bo'lishi uchun kamida nechta parta olib kelish kerak? O'qituvchiga hisoblashga yordam bering. Ushbu dastur foydalanuvchidan o'quvchilar sonini so'rashi kerak va bir dona partadan 2 ta o'quvchi foydalanishini hisobga oladigan bo'lsak, umumiy o'quvchilarga nechta parta kerak ekanligini hisoblashimiz kerak. Ushbu dasturni tushunish uchun agarda o'quvchilar soni 20 ta bo'lsa, u holda 10 ta parta kerak. Aksincha, o'quvchilar soni 21 ta bo'ladigan bo'lsa, u holda 11 ta parta kerak. Chunki bitta partaga 2 kishi o'tiradi. Oxirgi 11-partaga bor yo'g'i bitta o'quvchi o'tiradi, ammo yarimtalik parta bo'lmaganligi tufayli oxirgi o'quvchi uchun ham butun parta olib kelinishi kerak. Agarda o'quvchilar soni juft bo'ladigan bo'lsa, uni 2 ga bo'lib kerakli partalar sonini topishimiz mumkin. Aksincha, o'quvchilar soni to'q bo'ladigan bo'lsa, u holda o'quvchilar sonini 2 ga bo'lishimiz kerak, ammo 1 ni qo'shib qo'yishimiz lozim. Dasturni tuzib ko'radigan bo'lsam, dastlab int turidagi o'quvchilar soni son o'zgaruvchisi teng bo'ladi. Konvert qilamiz. Foydalanuvchi kiritgan ma'lumotni agarda o'quvchilar sonini 2 ga bo'lgandagi qoldiq 0 ga teng bo'lsa, ya'ni juft bo'lsa, u holda ekranga chiqaramiz. O'quvchilar sonini 2 ga bo'lib, ya'ni 20 kiritilsa, u holda ekranga 10 chiqadi. Aksincha, ya'ni o'quvchilar soni to'q bo'ladigan bo'lsa, u holda 2 ga bo'lsak, ya'ni 21 da 2 ga butun bo'lsak, natija 10 va oxirgi o'quvchi uchun ham bitta parta qo'shib qo'yamiz. Va dasturni ishlatadigan bo'lsam, 20 ta o'quvchi uchun 10 ta parta, 17 ta o'quvchi uchun 9 ta parta kerak ekan.